Assalomu alaykum. Bahodir aka, siz bilan yana bir marta so'rashay endi. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana hozir biz shu yerda umuman haligi fermerlarimizga ozgina bitta tushuntirish bermoqchiman-da men. Tushuntirish berishimda asosiy sabablardan bittasi hozirgi paytda shunday bu eshityapmizki, ko'pchilik fermerlar boyagi haligi shaxmat usulida ekyapti ekanda. Shaxmat usulini misol uchun biz uni qo'llamaymiz shaxmat usuli. Chunki u ko'tara xarajat Bahodir aka. Shaxmat usuli. Chunki biz shaxmat usulida ikki tomonga ekamiz, bitta bir marta yurishni o'rniga ikki marta yuryapmiz. 5 litrning o'rniga 10 litr ketyapti. Bir kun o'rniga 2 kun ekyapmiz. Buni hammasi vaqt, to'g'rimi? Ma'sumbek, bularning hammasi shu bizni boyagi vaqtimizda oladi, ham iqtisodiy tomondan zarar bo'ladi. Shuning uchun biz hozir aytayotganimiz sababi mana bu yerda agar nima qiladigan bo'lsak, shu narsani aytishimiz kerakki, har qanday sharoitda bug'doyni ekkanimizda 500 dona agar 1 metr kvadratga 500 dona ekadigan bo'lsak, o'sha 500 dona urug'dan bor yo'g'i nimaga o'rim paytiga 250 dona qoladi. 50% qoladi. Bu o'rim paytini aytyapman. Chunki bug'doy shundayki, haligi tuplanish bu hisobiga mahsuldor poyalarni hosil qiladi, mahsuldor boshaqlar hosil bo'ladi. Mahsuldor boshaqlar hosil bo'lishi boyagi haligi nima deydi, nimjon boshaqlarning hammasini nima qiladidagini nima deydi, siqib boyagi haligi nima kuchli boshaqlar rivojlanish boshlaydi. Ana shuni hisobiga boyagi nimjon haligi o'simliklarni ular qisib tashlaydi va ular o'smaydi. Va oxirida bizda aytganimizda 250 dona o'simlik qoladi. Bu umumiy o'simlik. Endi 250 dona har bittasi agar ikkita donadan bo'lsa, demak 500 dona bo'ladi. Bu 500 donamiz 1 grammdan bo'lganda 50 sentner hosil bo'ladi. Agar 3 tadan tuplanish bo'ladigan bo'lsa, 3 tadan boshaq hosil qilsa, mahsuldor boshaq, demak 750 bo'ladi. Demak 1 gektardan bo'lgan 1 grammdan bo'lganda 750imiz 75 sentner deganmiz. Mana bu yerda oddiy arifmetika bilan biz nimani hisoblasak bo'ladi? Shu haligi hosilimizni hisoblasak bo'ladi. Bu yerda juda katta haligi nima deydi? Hosil chiqarish, formulalarni qilish shart emas bu yerda. Oddiy mana shunday nima bilan. Shuning uchun ham bu yerda hozir dalamizda bitta narsani ko'rishimiz kerak. Mana bu yerda shu fosforli o'g'itlarga bo'lgan talab bu yerda. Ham bitta narsa, ham fosforli o'g'itlarga bo'lgan talab mana. Ham kaliyli o'g'itlarga bo'lgan talabni yoki yetishmasligini o'sha bug'doy dalamizda ko'rsak bo'ladi. Demak biz fermerga nima buni endi o'zi aslida fosforli o'g'itlarning eng kerakli davri bug'doyda Bahodir aka. Eng kerakli davr qachon bilasizmi? Tuplanish davrida. Mana shu davrda. Mana shu tuplanish davrida bug'doyga eng fosfor ko'p kerak bo'ladi. Nimaga? Sababi mana shu hozirgi paytda yo'q, ildiz emas, hozir aytaman. Mana hozir ko'rsatayin. Mana har bittasi kelingizlar, yaqinroq kelaveringizlar. Yaqinroq. Mana har bittasi mana qarang. Mana shu har bitta mana bu nima poya bor-ku, har bitta poya, 1, 2, 3 tup, har bir boyagi mahsuldor mana shu poyamizni mana bu yerida boshaq rivojlanyapti. Boshaqdan chiqadi. Boshaq rivojlanyapti bu yerda. Boshaq bor mana shu yerda. Mana shunda agar mikroskopdan ko'rsangiz, mana shu yerda boshaq bor. Mana shu boshaq nima talab qiladi? Oziqa talab qiladi. Ana shu oziqa talab qiladigan, shuning uchun ham fosforli o'g'itlar bug'doyga eng kerak davri mana shu davr. Ertaga fosforli o'g'itlarning yetishmasligi sizga nima sabablarga olib kelishi mumkin? Asosiy sabablardan bittasi 1000 dona donvazingiz kamayadi. 1000 dona, masalan 40 gram bo'ladigan bo'lsa, sizda 35 gram bo'ladi. Bu 35 gram deganingiz 40 ta 5 mi? Bu yog'i qancha bo'ladi?
12% hosildorligingiz yo'qoldi degani. Qarang. Oddiy bitta o'sha fosforli o'g'itni vaqtida bermaganligingiz 12% sizni hosilingizni nima qilyapti? Tushirib beryapti. Mana shu narsa. Endi shuning uchun ham mana hozir nima qilsak, endi buyog'i sal haligi temperatura sal nima bo'lyapti. Agar bo'lsa bir amofuz berib bersa, nima bu sulfat ammoniy bersa bo'ladi. Mana bu temperatura hozir nima-ku? Pastku. O'sha temperatura past payti sulfat ammoniy berish mumkin hozir. Lekin biz agar ozgina qarab turamiz, endi hozir fermer bilan ishlaymiz-da. Ishlab, mana bu mart, aprel oylarida biz endi ko'proq nimaga e'tibor berishimiz kerak? Mikroelementlarga. Nimaga biz mikroelement deb aytyapmiz? Mikroelement deyishimizga asosiy sabablardan bittasi biz agar azotli o'g'itlarni ko'p beradigan bo'lsak, azotli o'g'itlarni ko'p bersak, ularda nimada o'simlikda nima magniyga bo'lgan talab ortib ketadi. E'tibor beryapsizmi? Buning uchun alohida Malder degan odamning sxemasi bor. Agar biz fosforli o'g'itlarni ko'p bersak, marganitsga talab ortib ketadi o'simlik. Ko'ryapsizmi? Hammasi bir-biri bilan bog'liq. Ana shu me'yor. Shuning uchun ham biz nimaga ilgarida bizning ota-bobomiz ko'proq boyagi go'ng berishgan. Mahalliy o'g'it. Mahalliy go'ng bergan, go'ng bergan. Go'ng bergan asosiy sabablardan bittasi kelinglar bu yoqqa. Go'ng o'sha yerda har xil mikroelementlar bor. Go'ngda magniymi, marganitsmi, bormi, mismi, hamma narsa bor-da. Namlik saqlab beradi yana. Ha, yana namlikni saqlab beradi, to'g'ri aytyapti. Endi qarang, bizda endi hozir faqat o'g'itlarga qarab qolganimizdan keyin, kunimiz qaragandan keyin biz nima qilishimiz kerak? Biz endi mikroelementlarni berishimiz kerak. Mana barikdan oziqlantirishimiz bor-ku. O'sha barikdan oziqlantirishimiz orqali berayotganimizda o'sha mikroelementlarni qo'shishimiz shart. Gerbitsid beryapmizmi? O'sha gerbitsidda o'sha mikroelementlar berishimiz shart bo'ladi. Bakteriya va böyle. Hammasi. Bakteriyami? O'sha bularning hammasi o'sha o'g'itlarni samaradorligini oshirish. Samarador u mana nima qilsak, o'tgan yili Shavkat, o'tgan yili mana Maqsad bilan ishladik, nimadagi? Qorao'zakda. Maqsad bilan ishladik. Maqsad shu paytgacha faqat 20 sentnerdan hosil olib yurgan ekan. 20 sentnerdan. 25 dan olgan ekan. O'tgan yili mana 25-yilda hosil bilan birinchi marta deydi, gektardan deydi 60-70 sentner hosil oldim deyapti. U ham o'sha biz bilan ishlagan, biz boyagi aytilgan vaqtda, masalan, martdan boshlab uni to'liq boyagi nimasini, jarayonlarini nima qildik. Eng qizig'i o'tgan yili nimada noyabr oylari nima bo'ldi hali? Qurg'oq keldi. O'sha qurg'oq kelgan payti biz aytdik, sen dedik ozgina sug'orib berdagina, keyin u 100 kilodan amofuz 100 kilodan selitra berdik unga. 100 kilodan selitra berdi. Keyin ana shuni hisobidan u nimasi qishqa zo'r kirdi-da, shuni nima qildi? Rivojlanib kirdi. Undan keyin o'sha boyagi nimadan martdan boshlab to'liq shu barikdan oziqlantirish, boshqa shularning hammasi aytilgan nimada muddatda 3 marta biza unga barikdan oziqlantirish berildi unda. Suspenziya 18 berildi unda ko'proq. O'sha suspenziya berildi. Shuni hisobidan mana 60 bo'lmasa 70 sentner atrofida hosil oldi. O'sha davrdek edi. Bahodirroq u ham. Endi nasib bo'lsa bu yil ham biz ham bu yerda harakat qilamiz. Shu iloji boricha shu bizga videolarni tashlab tursa, biz o'sha videolarni keyin nima qilamizligini shu videolar orqali mana Shavkat, men to'liq bu yerda bir nazoratga olib, shu yerda yuqori hosil olishni ko'ramiz endi. Sulfatning qaysi sonida fazasida ta'siri kuchli degan. Sulfatni temperatura pastroq bo'lganda yaxshi-da. Sulfat hozir mana bu bersa bo'ladi hozir. Shu holda. Hozir temperatura mana necha gradus bo'lyapti? 10 dan oshmayapti-ku. Kunduzi 5-6, Kechda 0, 1. kechda kecha 7-8 bo'ldi. Bugun isig'roq kun. Bo'ladi. Boshqa kuchli sulfat. 0, 1, 2 bo'ladi. Sulfat ammoniy-da, buning uchun mana
Mana shu dala uchun aytyapman men Siz hozir. aytgan 1 gramni bir Ha, sulfat Men mana shu dala uchun aytyapman. Men boshqa dala uchun aytganim yo'q hali sulfat. Men mana dala uchun aytyapman. Chunki bizni boyagi nima beradigan tavsiyamiz oqsoqol biz faqat bitta dala bo'yicha beramiz-da, hammasiga aytolmayman men hozir. Chunki hammasini hammaga bering deb aytish mumkin emas. Chunki u dalada qanday ekanligini men bilmayman-ku. Men gapirayotgan gapim faqat mana shu dala uchun. Shu bizda haligi Sherzod tomosha qilib turganlar ham eshitsin-da, bu faqat mana shu dala uchun. Hamma joyga sulfat ammoniy berish kerak degani emas. Biz shu dala bo'yicha aytayotganmiz, chunki bu yerda qarab ishlash kerak. bu yerda mana bu nima deydi? Shu fosfor yetishmasligini ko'rib biz aytyapmiz. Keyin undan tashqari bu yerda mana bunda nima bor? Mana azot nimani? Kaliy yetishmasligi bor mana. Bu kaliy yetishmasligi mana. Mana Sherzod qara. Mana bu kaliy yetishmasligi mana. Mana. Chunki mana agar e'tibor bersang mana nimadan chekasidan o'rtaga qarab sarg'ayib boryapti. Chekadan o'rtaga qarab sarg'ayib borsa bilavering bu kaliy yetishmasligi. Agar o'rtadan ikki chekaga sarg'ayishni boshlasa yo'q. Azotu. Azot bo'ladimi? Azot yetishmasligi bo'ladi. Fosfor nima bo'ladi? Fioletiy bor-ku, binafsha rang. Mana binafsha rangli nimalarimiz bular fosfor mana. Binafsha ranglarimiz fosfor mana. Mana oz mana binafsha rang ko'rinyapti-ku mana. Mana shular fosfor yetishmasligi. Ondan bo'ladi, tepadan pastga qarab. Qaysi? Bu o'sha boya kaliyda, kaliy уже bo'lganda bu. Qoplab bo'lgan. Qoplab bo'lganda. Mana men aytayotganim mana. Kaliyni mana nimasi? Haqiqiy mana hozir boshlangani mana. Mana. Ikki chekadan kelyapti mana. Chekadan kelyapti mana. Уже mana bu yog'i bu bo'lgan уже. Mana shu kaliydik. Hektarga qancha bu? 50 kg, 100 kg? Kaliy 60 kilo. Kami 50-60 degan aylananda berib. Ha, 60 kilodan bersa bo'ladi. Ko'p bo'lib ketsa bo'lmaydi, ya me'yordan Ha, yo'q, ko'p bo'lsa ham bo'lmaydi. Chunki bular kaliy tuzda. Bunga ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri joylarni kuchaytirib beradi. Ha, shuning uchun kaliy tuz, shuning uchun tuzga sal ehtiyot bo'lish kerak. Endi uni o'zi aslida bundayda, bu kaliy bo'ladimi, fosfor bo'ladimi, azot bo'ladimi, bularning barchasini agroxim kartogramma qilishimiz kerak-da. Agroxim kartogramma bo'yicha ishlash kerak. Bizda hozir bilmaymiz bu yerda qancha boyagi fosfori bor, qancha azoti bor, qancha kaliyi bor. Yani biosimulatorlardan ko'p. Biz bilmaymiz uni. Shuning uchun ham borku, oqsoqol, bizlarga to'liq ma'lumot kerak-da. Ana shu ma'lumotlar bo'lsa, shu ma'lumotlar asosida biz sizga to'g'ri yo'nalish beriladi. Hozir kelgandan keyin, mana ko'rgandan keyin bu juda ham qiyin-da. Faqat bu yerga bitta narsa o'sha sulfat ammoniy berib, shuni boyaga sal haligi fosforni nimasini haligi qoplashimiz mumkin, yetishmasligini. Undan keyin keyinchalik o'sha boyagi NPK'miz bor-ku. O'sha NPK'larni berib, buni nimasiga o'ziga keltirib olamiz. Bu bo'yicha Shavkat, o'zing bilan biz qattiq ishlaymiz-da, buni o'zimiz joyiga keltiramiz buni. Bu endi to'g'ri, avvalam hamma narsaga boyagi Xudo deymiz, yaratgan bizga agar qo'llab-quvvatlab tursa, sendan harakat, mendan barakat degan-ku. Biz harakat qilaylik, barakasini o'zi beradi. Shundaymi? Kimda qanday savollar bor? savollar bo'lsa berib qo'yinglar ya. Ko'p niyoz uchun bilmaydi, ko'p narsa o'rganib. Ko'p narsani Ya, tushuntirdi. bu zatlarni Chunki- institutga borganda o'qitib netiy beradi, amma zat lekin Yo'q. Amaliyot bilan nazariya hamma deb o'tiradi, to'g'ri telefondan kelmaydi. qarab. Ya, tur keladi, olimlar bari ana Amerika degan boryapti, bir Andijondan keladi tog'on, bari shu. Zohid aka Zohid aka bor, bari. Zohid akangiz bu meni amakim bo'ladi. Shundaymi? Ha. Shular bari Gapimdan bilmayapsizmi? Yana unga o'xshab tez nima qilgan? ya ular ham aniq berib ketadi. Ha. Ha? Yaxshi tavsiyalar berib ketadi. Ha, shuning uchun bu biz ham endi men ham mana hozir 92-yil institutga tugatgan bo'lsam, 92-yildan beri bug'doyni ichida yuribman-da men ham. Biz ham nimadan kelib qolmaganmiz, hali asfaltdan chiqmaganmiz. Biz shu dalada ichida o'shaligi nimada ishlab chiqarishda yurganman-da men. Endi to'g'ri. Uy uchastkami, dommi? Ha? Uy. Hovli. Ha, unda xudoga shu ishonsa bo'ladi.
Nega? Yani aytganda aldamaydi. Domdan chiqqanlar ham uyga borib o'tirib borib buni qilasan dedi, yerdim nima ekanini tushunmaydi. Yo, men endi Keyin kalla qatib qoladi. men qarang, men mana 83-yilda boyagi nimani boshlaganman-da ishlashni. U 6-7 sinfdan ishlash boshlaganman-da dalada. Shundan beri shu daladamizda. Shunchalar. Shu nima qilib mana hozir nima deydi? Mana shu nimani hozir sizlarga aytayotgan narsani hammasini bu kitoblarda yo'q-da bu narsalar. Buni hammasini biz o'zimiz shu sizga o'xshagan fermerlar bilan gaplashib boshqa qilib shundan olganmiz-da biz. Bu hammasi tajriba kelyapti. Ha? Hozirgi davrda mahalliy Mana aslında hozir davrda chet ellarda mana Sherzod bu yoqda gapiring. buğday egishdan oldin yerdan tekshirib ko'rib qanaqa oziq kerak, shuna qarab yetishmasligini qarab egiladi-da. Bizlarda bo'lsa, tapganni berib ketadi, keyin mening bunday bo'ldi, o'z bilganicha 2 setib egadi, puli setib bo'lmadi deydi. Lekin tavsiyalarni olsangiz, tavsiya berib turibdi, lekin bo'ladi. Aytgan 80 sendeda olsa bo'ladi, muammo yo'q. 100 bo'lmasa 80 bo'ladi. 80 bizga 80 bo'ladi shu. 80. Yo 60 ham bo'ladi shu. Tavsiyalaringizda mana o'zi ertaga aytgandek quloqqa kami yillik bo'lsa, kami yillik quloqqa bo'lsa, Azaka men naturu söyletmem men. Bunga 170 kilo, ana o 230 kilo. Mayli, mayli 170 kiloni sen buzgansan-da buni. nima qilib? 20 setgandan keyin keyin 170 kilo normalniy, lekin oraliq boshqa narsada bu oraliq kerak bunga. Lekin Yo, mana shuning uchun ham bor Bahodir aka. Men aytayapman-da, mana oqsoqol biz meni to'g'ri tushundi. Chunki borki biz boyagi oziqlantirish maydoni bo'yicha ishlashimiz kerak-da bug'doyda. Oziqlantirish maydoni, masalan, unga qanchalik yaxshi oziqlantirish maydoni yaratib bersa, u shuncha yaxshi o'sadagini boyagi chiqarayotgan nimalar boshaqlari bor-ku, tuplanishdagi chiqarayotgan u boshaqlar yaxshi o'sib rivojlanadi-da. Agar atrofida yana bitta o'simlik bo'lsa, 7 tani bunisi rivojlanmay qoladi. O'simlik narigi tomoni rivojlanadi, bu rivojlanmaydi. Keyin o'rtada ikkita o'simlik bittasini qisib tashlaydi, ko'ryapsizmi? Shunda 3 dan biri ketadimi? Bittasi qisilsa, ana shuni bilan boyagali kamayib ketaveradi-da. Biz aytganimiz Bahodir aka. Biz aytganimiz urug'ni me'yorini bor-ku, biz to'g'ri qo'yaylik-da. Biz isrof qilmaylik uni. Isrof qilmaylikdagini o'sha biz masalan 100 ta eksak mayli 90 tasi chiqdi deylik, o'sha 90 tamiz chiqsin bo'ldi, bizga yetadi shu. 90 tani keyin biz mana boyagaligi kerakli darajadagi o'g'itlarini berib, boshqasini berib, shuni bilan biz uni yetishtirib olamiz bu yerni. Xudo xolasa omon yursak. Men bekarga masalan Qamashida biz bekarga men 80 kilodan ekmayapmiz biz. 80 kilodan lalim maydoni 80 kiloga tushirdik biz. Qamashida sug'oriladigan joy bormi o'zi? Bor. Men bordim Qamashiga, u Yo'q, lalimisini aytayapman-da men. U sug'oriladiganda to'g'ri 150 160 hektaramiz, lekin lalimida biz boyagi men o'zim boyagi fermerlar shu jamshitimiz 80 kilo masalan ertaroq bo'lsa ekamiz. Bo'lmasa masalan nimaga qarab, muddatga qarab mana noyabr oylariga kelib 110 kilo ekamiz biz. 130 140 ekmaymiz biz. Ana shuni o'zi yetadi. Shuni bilan biz 2 tonna olyapmiz. Yana bitta qo'shimcha masala, men buni ekilayotgan vaqtda bu yerda tuproq namini olib ketganman-da. Laboratoriya qildirganman. Bu yerda azot bilan ta'minlanganlik juda ham kuchsiz ta'minlangan. Deyarli yo'q. Mana sariq taraflar o'zi, mana taraflar biz konvert usulida olganmiz tuproq namunasi. 18-sentyabrda kelganmiz, shu yerda olganmiz. Azotni masalasi juda ham ko'p o'zi bilinib turibdi maydonda, katta qism sarg'ayib yotibdi. Azotga bo'lgan ehtiyoj ham maydonda bor. Azotni o'sha o'zi aytgandek erta bahorda suspenziya orqali berib azotni yetkazib olsak yaxshi bo'lib ketadi. Azotni ham nasib bo'lsa yetkazamiz, chunki birinchi mana bu tuplanishda-ku, mana bu hozir tuplanishda, masalan tuplanish davrida bo'lsa, biz bemalol 300 kilogramdan berishimiz mumkin. 300 kilo bersak ham ko'taradi. Hozir mana shu nimada martda endi mart nimalarda beramiz. u bir vaqtda ekilgan, mana an'anaviydan bitta ko'rsak bo'ladi. Holatini ikkalasini taqqoslashga. Mana shu maydon an'anaviy ekilgan. Bu oldinroq ekilgan, 16-sentyabrda ekilgan bu maydon.
18. Bu endi yerga ishlov berilmasdan ekilganda bu. umumiy holatini agar baho beradigan bo'lsak, mana bu an'anaviydan ancha hozirgi holati yaxshi buni. Hmm. An'anaviy. Bu 170 kilo ekkanmiz. X qilib ekkan taqdirda ham bu 230 kilo ekilgan, lekin o'simlik holatini Bo'lib ko'rsangiz ekanda da Hmm. 170 kiloni yerga bo'lib ekdi. Ya endi mayli, u 170 kilo ekkaningiz yaxshi. Men aytmoqchi bo'lganim, siz borku qo'shimcha bir slet haydagansizda, yana bir iz qo'shimcha xarajat qilyapsiz. qo'shilgansiz deyaptilar. Sharal 5 kelgan. yilda qo'shilganda. Shu Ya- 5 bu ta qoladi. savolda 5 Ha. yilda qo'shilgan. yanvar fevral oylarına kelamizku. Ha. Şu vaqtda mana yer sug'orilmay turibdi. Ha. Suv bizlarda o'sha fevralda bo'ladi. Yomg'ir bilan gektarni qancha oziq bersak bo'ladi bularga? Uni endi ana shu paytdagi temperaturaga qarab beramizda. Temperatura agar ko'tarilsa, shu paytda masalan mana shu dala bo'yicha gaplashsak, bir 150 kilo bersak bo'ladi. Yaxshi. Endi men ham dehqon, men ham fermerman. Ha. Shunday dala sug'orilmagan. Ha. Pagodaga qarab o'tiraman. Aha. 3 kun yomg'ir bo'ladi. Aha. Yanvarning 20sidan fevralning 10nachi oralig'ida yomg'irda gektarni 650 kilodan silitira beraman. Hmm. Hektariga hali bug'doy uyongani yo'q, yotibdi u. Hmm. To'g'ri ketdi. Yoki 700 kilogacha karbamitan beraman. Hmm. Sinib ketadi pastga u yomg'ir bilan. Hmm. Bu bug'doy yotib uyongan yo'q hali u. Hmm. Uyanganini Tushundim, ko'rmaymiz uni. Keyin suv kelganda ustidan suvni ochamiz, lekin 65-70 sentini paqni yapti. Bug'doy. U qarangda, siz o'zi qarangda, mana hozir siz 700 kilo deyapsiz. Hmm. 700. kilo. Men bilaman, 700 kilo dedi. 700 kilongiz bu masalan 3 dan 1 qancha bo'ladi? 200. Karbomitda 300 kilo bo'ladi, 46%. 46% bo'lsa mana 300 kilo bo'ladi. Qarang, 300 kilo atrofida siz beryapsiz-da. Endi qarang. Sizni bu yerda xotangizni aytmoqchiman-da. 300 kilodan ziyod beryapsiz. 300 kilodan ziyod berdik deganingiz siz aslida 10 tonna hosil olishingiz kerak. Hmm. Siz qancha olyapsiz? 7 tonna. 7 tonna. 3 tonna hosilingiz yo'q. Hmm. 3 tonna hosilga ketadigan boyagi nimangiz, o'g'itingiz u yerda qoldi. Qoldi yerda. Tuz bo'lib qoldi. Shunday. Tuz bo'lib qoldi. Siz tuzni ko'paytiryapsiz yerda. Shuning uchun ham siz agar 70 sentnerlik hosil oladigan bo'lsangiz, 70 sentnerga hosilga siz hech qachon uni boyagi nimasini, me'yorini 600 kilodan oshirmang. O'g'itni berasiz-ku mana. Gektariga 600 kilo bersangiz, nimaga toza, sof 210 kilo atrofida agar selitra bersangiz, 210 kilo atrofida selitra tushadi, azot tushadi. 600 kilo bo'lganda 800 kilo bo'ladimi? Tagda 700 kilo. Hammasini qo'shganda, Hammasini qo'shgandami? 600 dan o'tkazmaydi. Hamma men Yo'q. tagda 700 kilo fosforni bergandan Yo'q, fosforni gapirmayapmiz hozir. Biz faqat siz bilan azotni gaplashyapmiz. ha, bo'ldi. Biz azotni gaplashyapmiz. Biz azot bo'yicha gaplashdik. Sof holatda Fosfor 200 boshqa kilo narsa. ber deyaptilar. Bu degan 34% bo'lsa tarkibi. Mana sof holatda agar siz 200 kilo bersangiz, bu deganingiz 70 sentner hosil degani. Siz 70 dan agar ziyod olsangiz yaxshi, agar kam olsangiz demak u nimani azotni oxirigacha u nima qilmagan, o'zlashtirmagan, u azot yerda tuz bo'lib qoldi degani. Biz sizga aytmoqchi bo'lgan gapimiz, yerda biz o'zimiz sun'iy boyagi tuzni oshirmaylik deyapmiz. Men uni berganimning sababi Yo'q, men sizni tushundim. Men sizga hech qanday nimasini aytmayman. Yo'q. Men aytmoqchi bo'layotganim shu 700 kilo bermanglarni, o'shani 600 kilo bering. yaxshi. 600 kilo bersangiz, siz shunda to'g'ri foyda. Keyin bo'lmasa 500 kilo bering keyingi yilga. 500 kilo bering, lekin qolgan boyagi 200 kiloni o'rniga biz bilan agar nima qilsangiz, biz aytamiz, mana shu boyagi nima NPK berasiz, boyagi mikroelementlarni berasiz, boshqa berasiz. Mana sizda ana shu aytgan 7 tonna hosilingizni shu ham olsak bo'ladi deb aytamiz. Bu 200 kiloni ham ishlataman men. Yo'q, u boshqa narsa. Yo'q, boshqa narsa emas, tushunmayapsiz. Ha. 200 kiloni bug'doyning o'rnidan mash ekkandan keyin deri bo'lmay yana ishlataman men uni. Yo'q, u kelmaydi keyin. Hop, mol o'tek ham keladi. Biron deri bermaysan. Shu ana chiqadi u. Yo'q, Muddatda pishadi u. boshqa shart emas. Bu deri berilmaydi boshqa. Keyin eksak, umuman o'g'itsiz shuni olsa bo'ladi. Uni 15 sentini olsa bo'ladi. Yo'q, bilaman. Uni qo'ying, hozir u siz bilan uni bahslashadigan nima emas. Men sizga o'zim yaxshilab tushuntiraman uni qanday bo'lgan.
Bo'ldimi? Bu yoqda Bahodir Katta rahmat ham barchaga. Keyingi nimalarda, podkastlarda ko'rishib qolgancha. Bugun juda ham Bahodir akamning yaxshi podkast bo'ldi, ha, Sherzod. Rahmat hammaga. Rahmat. Hammaga rahmat.